Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bugun sizlar bilan 2026 Chevrolet Damas modeli haqida to'liq va batafsil sharhni bo'lishamiz. Ushbu video Auto Insights kanalida tayyorlandi. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning obunangiz biz uchun juda muhim va shu orqali biz sizlarga ko'proq foydali avtomobil ma'lumotlarini yetkazib bera olamiz. 2026 Chevrolet Damas shaharliklar va kichik biznes egalari uchun moslashtirilgan ixcham yuk va yo'l tashuvchi avtomobil sifatida ushbu segmentda aniq iz qoldiradi. Tashqi ko'rinishi oddiy va amaliy dizaynda bo'lib, uning kichik o'lchamlari shahar ichidagi tor ko'chalarda qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Kuzov silliq chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, o'ta murakkab bezaklardan yiroq, u standarti bo'yicha ham nafis ko'rinadi. Old panel ishonchli Chevrolet belgisi bilan ajralib turadi va umumiy konstruksiyasi mustahkamlikni ko'rsatadi. Salon ichki qismi juda amaliy tarzda yaratilgan, o'rindiqlar orasida yetarli joy mavjud bo'lib, haydovchi va yo'lovchi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Materiallar standart segmentga mos bo'lib, texnik xizmat va tozalashni osonlashtiradi. Asboblar paneli aniq ko'rsatkichlar bilan jihozlangan bo'lib, tezlik, yoqilgi darajasi va harorat ma'lumotlarini ko'rsatadi. Multimedia tizimi oson ishlaydi. Bluetooth, USB va smartfon ulanish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa sayohat va ish safarlarida foydali bo'ladi. 2026 Chevrolet Damas kuchli va samarali dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, uning mexanik qurilishi shahar ichida va atrof hududlarda barqaror ishlashini ta'minlaydi. Bu model benzin dvigeli asosida ishlab chiqilgan bo'lib, shahar qatnovlarida yoqilgini tejaydi va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi. Uzatmalar qutisi silliq va aniq darbu bilan ishlaydi. Bu sharoitda haydovchi uchun qulay boshqaruvni taqdim etadi. Haydash tajribasi haqida gapirganda, Damas juda ishonchli va barqaror tajriba beradi. Rul boshqaruvi aniq sozlangan bo'lib, u kichik ko'rinishli yuk bilan ham boshqaruvni yoqimli qiladi. Tormoz tizimi samarali va tezkor javob beradi. Bu esa kundalik tirbandliklarda xavfsizlikni oshiradi. Osma tizimi silliq sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham qattiq tebranishlarsiz harakatlanish imkonini beradi. Xavfsizlik masalasi 2026 Chevrolet Damas modelida katta ahamiyatga ega. Avtomobil old va yon xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlangan bo'lib, ABS tormoz tizimi va barqarorlikni nazorat qiluvchi elektron tizimlar ham mavjud. Ushbu tizimlar kundalik hayotda yo'l holatiga qarab barqaror boshqaruvni ta'minlaydi. Kamera va parkovka sensorlari orqa manevrlarni ancha osonlashtiradi. Ayniqsa tor joylarda parkovka qilish kerak bo'lganda bu funksiyalar katta yordam beradi. Yuk tashish imkoniyatlari Damas uchun ajralmas xislatdir. Orqa qismi keng yuk chelaklari bilan jihozlangan bo'lib, kichik biznes egalari uchun ideal yechimdir. Siz har xil turdagi yuklarni korxonangiz ehtiyojiga qarab tashishingiz mumkin. Orqa eshiklar keng ochiladi va yuk joyi past joylashgan bo'lib, og'ir narsalarni joylashtirish ancha qulay bo'ladi. Damasning yuk ko'tarish qobiliyati uning asosiy afzalliklaridan biri hisoblanadi. Texnologik imkoniyatlar ham e'tibordan chetda qolmagan. Raqamli asboblar paneli haydovchiga zarur ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Konditsioner tizimi tez sovutish va isitish imkoniyatiga ega. Bu esa issiq yoz kunlari yoki sovuq qish kunlarida ham salon ichidagi qulay muhitni ta'minlaydi. Rul ustidagi boshqaruv tugmalari esa haydovchiga multimedia tizimini va boshqa funksiyalarni boshqarishda qulaylik beradi. Salon ichidagi saqlash joylari ham keng bo'lib, kichik buyumlarni osongina joylashtirish imkonini beradi. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, bu orqali yuk joyini yanada kengaytirish mumkindir. Bu holat uzoq safarlar yoki katta yuklarni tashish kerak bo'lganda juda qulay hisoblanadi. Shovqin izolyatsiyasi juda yaxshi darajada bo'lib, uzoq masofali yo'llarda ham yo'l shovqini ichkariga kam kiradi. Bu esa sayohatni yanada yoqimli qiladi. 2026 Chevrolet Damas ekologik jihatdan ham zamonaviy standartlarga moslashgan. Past chiqindilar darajasi va samarali dvigeli uni atrof muhitga kam zararli qiladi. Bu ayniqsa shahar ichida harakatlanishda muhim xislatdir. Shuningdek, yoqilgi sarfi yetarlicha past bo'lib, bu sizning kundalik xarajatlaringizni kamaytirishga yordam beradi. Narx va xizmat ko'rsatish xarajatlari jihatidan Damas bozorda raqobatbardosh model hisoblanadi. Ehtiyot qismlar arzon va servis xizmatlari keng tarmoqda mavjud bo'lib, bu uzoq muddatli foydalanish uchun qulaylik yaratadi. Kichik tadbirkorlar, do'stlar va oilaviy biznes egalari uchun bu model juda mos keladi, chunki u kundalik ishlar uchun yetarlicha imkoniyatlarni taqdim etadi.
2026 Chevrolet Damas barcha jihatlarni inobatga olganda tejamkor, ishonchli va amaliy avtomobil sifatida ajralib turadi. U kichik biznes uchun yuk tashish, shahar ichi qatnovlar yoki oddiy oilaviy safarlar uchun juda mos yozilgan. Ushbu modelni xarid qilishdan oldin har bir inson o'zining ehtiyojlarini va haydash sharoitini inobatga olishi lozim, ammo umumiy tasavvurga qaraganda Damas bugungi kunda bozorda jozibali variantlardan biri bo'lib qoladi. Umuman olganda 2026 Chevrolet Damas shahar hayoti va kichik biznes ehtiyojlarini qondiruvchi mos avtomobil sifatida ajralib turadi. U odatiy sedan yoki minivanlardan farqli ravishda ixcham ko'rinishi, keng yuk joyi va qulay boshqaruv bilan ajralib turadi. Har kuni yo'lga chiqadigan haydovchilar va kichik tadbirkorlar uchun bu model juda mos keladi va ularning kundalik ishlarini yengillashtiradi. Agar siz 2026 Chevrolet Damas modeli haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz va uni oldindan sinab ko'rishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda foydali bo'ladi. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing, izohlar qoldiring va albatta Auto Insights kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sizning obunangiz bizni yanada ko'proq foydali va qiziqarli avtomobil kontentini yaratishga ilhomlantiradi. Rahmat va keyingi videolarda yana ko'rishguncha aziz tomoshabinlar, yaxshi qolinglar va xavfsiz haydashni unutmang.